8-si hadiya ulashish. Tahaddu tahabbu. Payg'ambarimiz aytganlar, tahaddu tahabbu. Bir-biringlarga hadiya ulashinglar, bir-biringlarga muhabbatli bo'lasizlar. Hadiya ikki tomondan bo'ladi. Faqat bitta tomon beraversa, bitta tomon beraversa bo'lmaydi. Ikkinchi tomon ham berishlik kerak. Bu yerda hadiya degandachi, albatta qimmat narsani tushunmaslik kerak. Bitta qalam bo'lishi mumkin. Falon joyga borib keldi, ko'rishganda bir odam mana qalamni sizga olib keldim deb berdi. Bir-birimizga hadiya ulashib turaylik. Onda sonda, bir oyda bir, 2 oyda bir. Mana shu muhabbatli bo'lishiga sabab bo'ladi bir-birimizga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey musulmonlarning ayollari degan Imom Tabaroniga keltirilgan hadisda. Bir-biringlarga bitta qo'yni, tuyog'ini bo'lsa ham hadiya qilishlikdan uzilib qolmanglar. Nima endi qo'ydi bitta paychag'i. Qancha go'sht bor, qancha qiymati bor. Muhimi nechta pulligi, muhimi qancha foyda borligi emas unda. Muhimi qo'shnisiga e'tibor berayotganligi, unga bir yaxshilikni ravo ko'rayotganligi. Tasafahu yadhhabul ghillu tahaddu tahabbu va tadhhabu shahna'u. Darsimizning nihoyasi. Bu hadis Imom Malikning Muvattosida. Qo'l berib ko'rishinglar, shunda o'rtadan gina kudurat ko'tariladi. Qarang, jamiyatda bo'ladigan katta-katta muammolarni yechimi kichkina narsalarda ekan. Kichkina narsalarda ekan. Qo'l berib ko'rishsalar, o'rtalarda gina kudurat bo'lmaydi. Bir-biringizga hadiya bering, shunda oradan adovat ko'tariladi. Bir-birimizni do'st, ulfat, qalblarimizni bir-biriga bir muhabbatli bo'lishini xohlasak, salomlashamiz. Aksi ursa, javob beramiz. Chaqirsa, ijobat qilamiz. Kasal bo'lsa, ziyorat qilgani boramiz. Musibat yetsa, ta'ziya bildiramiz. Xursandchilik yetsa, tabriklaymiz va qo'limizdan kelganicha hadiya ulashamiz. Shunda musulmonlarning jamiyati, birodarlar, jebs mustahkam bo'ladi.